alaykum. Bu videoda Power BI bo'yicha asosiy narsalarni ko'rib chiqamiz, ya'ni uni ko'chirib olish va oddiy diagrammalarni tuzib chiqishni ko'ramiz. Buning uchun Microsoft Store'dan Power BI yozsak, bizga kerakli bo'lgan programmalar chiqadi. Ikras shu ikkitasi. Endi o'sha bular ko'chirib olib, dasturlar o'rnatilgan. Sizlarda agar ko'chirilmagan, o'rnatilmagan bo'lsa, install, ya'ni uстановка qilish degan ma'noda chiqadi. Ko'chirish, uстановка qilish kerak bo'ladi. Ochganda, openni bosganda mana bu ko'rinishda ochiladi dasturimiz. Aytib qo'yishim kerak, Power BI iOS da yo'q. Ular uchun alohida dastur hali yozilmagan hozirgi holat bo'yicha. Power BI ochganimizda xuddi Word, Excel'larni ochganimizdagi ko'rinish bo'ladi. Ya'ni birinchi pustoy отчет, ya'ni bo'sh varro berish mumkin. Xohlagan отчетimizni xohlagan source deydi, ya'ni ma'lumotlarni источники deydi yoki manbai deylik. Manbaidan olish uchun ko'rsa bo'ladigan отчетlarni olsa bo'ladi. Biz bu videoda изучение на примерных данных bosamiz, ya'ni o'sha bu yerda asosiy ma'lumotlarni kiritib qo'yilgan test uchun baza bo'ladi. Uni bosganimizda ikkita oyna chiqadi. Buni biz загрузить пример bosib, o'shundan ko'rib chiqa olamiz. Загрузить примерda ochayotganimizda mana bu данныйlarni ko'radigan oyna navigator hisoblanadi. Ikkalasidan belgilab загрузить qilsam, menga buni mana bu pustoy отчетimga загрузка qilib beradi. Mana ko'rishimiz mumkin, ya'ni qo'l shuni ichiga o'rnatib beradi. Har doim отчетlarni, hisobotlarni qilayotganda источник boyidagi manbaini tanlab olishimiz kerak. Bunda o'sha testoy данныйni olganimiz uchun sразу chiqadi. Mana ko'rishimiz mumkin, bu yerda testda ichida nimalar bor? Profit, ya'ni foyda. Foydani ustiga men galchkasini bossam, sразу bu avtomatik o'zi qanaqa diagramma qilish kerakligini menga taklif beradi va qilib qo'yadi. Buni yilma-yil ko'rmoqchi bo'lsam, misol uchun year bosaman. Year bossam, noto'g'ri qildi. Undan y o'qidan x o'qiga olib qo'ysam, menimcha mana endi to'g'ri bo'ldi. 2013-2014dagi foydamni ko'rishim mumkin bo'ladi. Mana shunga o'xshab har xil diagrammalarni sinab ko'rsam bo'ladi. Keling, masalan, mana bundagi yilni o'chiramizda date ni bosamiz. Date ni bossam, mana ko'rishingiz mumkin. Bu dinamический yillar hisoblanadi, chunki buni ichida aytaylik, men преобразование данных ko'rsam, date ko'raman. Hozir ichida qanaqa ma'lumotlar borligini ko'rishimiz mumkin. Buning ichida to'liq sana bo'yicha ma'lumotlar bo'ladi. Mana ko'rishimiz mumkin. 1-14, ya'ni 1-yanvar 2014-yil. Aniq ma'lumotlar bo'lgani uchun bu bizga har bitta oy yoki kvartal bo'yicha ham bo'lib bera oladi ma'lumotlarimiz. Foydani mana ko'rishimiz mumkin. Har bitta kvartal yoki har bitta oy bo'yicha ko'ra olamiz. Bu yerda strelkalar bo'yicha ularni kattalashtirishimiz, ya'ni har bitta kvartal kerak menga, oy kerak emas deyishim mumkin yoki yil kerak deyishim mumkin yoki eng o'sha kichkinalashtiradigan bo'lsam, sentyabr, ya'ni oylar, oyma-oy ko'rishim mumkin bo'ladi. Uning uchun mana shunaqa date formati deyiladi, formatida bo'lishi kerak. Formatini bilish uchun yana o'sha boyagi joyga kiraman. Mana bu yerda yozib qo'yilgan bo'ladi o'zi. Mana formatida date, kalendari rasmga o'xshagan rasm turibdi. Shu narsadan ko'rsam bo'ladi. Yana nimalar qilsam bo'ladi? Aytaylik, bu yerda nimalar bor ekan? Month name, profit. Foyda bilan sales olishim mumkin, grafik qilishim mumkin. Yilma-yil boyiga o'xshab. Mana. Ko'k liniyamiz nima ekan? Ko'k liniyamizda cho'ta 0 ga o'xshayapti. Juda ham past. Sales price ekan. Sales price degan narx. Sales o'zini belgilamoqchi edim. Mana, ya'ni savdoimiz oshganda foydamiz ham oshyapti, tushganda tushyapti. Bir-biriga solishtirishimiz mumkin. Savdo va foydani. Tepadagisi savdo summasi. Mana aytaylik, bu qaysi kun? Dekabrga ko'rishimiz mumkin. Testoviy ma'lumotlarda savdoimiz почти 12 million bo'lgan, foydamiz 2 million bo'lgan. Oyma-oy shunaqa ko'rib borishim mumkin. Mana shuni bosganimda mana bizga bu yerda ham отдельно ajratib qo'yadi. Bo'lib ko'rsatadi. Bu yerda agar produkt qo'shadigan bo'lsak, har bitta produkt bo'yicha filtr qo'yishimiz yoki o'sha
har bitta produktni foydasi va savdosini ko'rishimiz mumkin. Pesco, Montana, Vivti, Valeo bu produktlarning nomi xohlagan narsa bo'lishi mumkin. Aytaylik bizada pechenye desak, qanaqadir to'rtburchak pechenye, dumaloq pechenye yoki pechenyelarning turi yoki xohlagan o'zimizni produktimizni qo'yishimiz mumkin bo'ladi va unda mana alohida o'zinikini ko'rib beradi. Yoki bu produktlarning nomini alohida bu yoqqa olib qo'ysak ham bo'ladi. Men produkt nomini bu yoqqa olaman-da. O'zini tanlasam, mana ko'rishimiz mumkin. Har bitta diagrammadan uni savdosini ko'rsatib beradi. Buning uchun mana bunaqa matrix kartochkalarimiz ham bor. Matritsa deylik. Bulardan ham o'sha chiroyliroq formatlarni qo'llab ko'rsak bo'ladi. Endi bu testoviy ma'lumotlar bo'lgani uchun hozircha oddiy narsalarni qilib ko'ramiz. Chuqur kirmaymiz hali. Savdo segmentidan tanlaylik yoki segment tanlasak ham xuddi boyagiga o'xshab government ya'ni davlat ishxonalariga sotsak, enterprise ga sotsak, har xil mid market kichkina bizneslarga sotsak qanaqa bo'ladi, shular haqida umumiy ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Yoki bu yoqda mana tepada ko'rishimiz mumkin, filtrlarga qo'yishimiz ham mumkin. Bu yoqga segmentga tushdi. Men bu kerak desam, bu yoqda ko'rsatadi. Asosiy filtr. Bu kerak emas. Mid marketdan olib tashlasak, mana hammasi to'liq anonsiga qaytadi, formasiga. Discount break, countryda mana ko'rishimiz mumkin. Davlatlar bo'lishi kerak. Buni bosganimda countryni ham bu yoqqa chiqarib qo'ydi. Tanlashga e'tibor o'tishim kerak. Delete qilsam o'chiraveradi. Countryni ustiga bosishdan oldin grafiklarni bu yog'iga bosyapman, ya'ni pustoy joyga bosib qo'yapman. Chunki buni bosmasam, men faqat Germaniyadagi yoki Fransiyadagi savdolarimni ko'rishim mumkin. Chunki uni bosmasam, shu diagrammani ichiga qo'shish kerak ekan deb o'ylaydi sistema, dastur, o'shani ichiga qo'shib qo'yadi. Countryni bosdim, grafikka bosdim, karta figurani bosdim. Bu yoqda o'sha diagrammaning turlari bor. O'shalarni bosgandan keyin menga aytaylik sales, ya'ni savdoim kerak. Kattalashtirib olaman. Hali yaxshi ishlamadi. Agar uni to'g'ri topa olsa, bo'ldi. Mana endi to'g'ri topdi. Fransiyada qancha savdoim bo'lyapti? Germaniyada qancha? Kanadada qancha, Amerikada qancha, Meksikada qanchaligini ko'rib, savdoni umumiy ko'rsa bo'ladi, tekshirib yursa bo'ladi bundan. Biz bunda karta degan grafikdan foydalandik. Hozircha shu. Rahmat e'tiboringiz uchun.